Leksiyana devam hürmetli vatandaş bugünkü islaha. 2020 yıl 10. ayının 23. günü. Endeki devamı, leksiyana devamı hazır ne dedik? Bu digellik uruş. Uruş bilen uruşun çekleş. Kural işiltişi bilen çekleş digelliktir. Galbi bilen teşkini kolga keltirip kaddi inovat, kadir inovat ki erişeş digelliktir. Çünkü halkı işleri maydı. İşleri kıçılardan korkmaydı. Cunhua milletini korkut kılıp olmaydı. Hem ağdır kılıp olmaydı. Bir eğer bir kuruluş bulunduğun olsa, kurulgan günden başlayıp etkandı, onun ihtimallığı, ikinci ihtimallık ağdırılış. Dünya herkes bir kıyafette bir şekilde mevcut bulup duranmaydı cüngülük efendiler. Dünya özgürlük işideki dünya. Meyli tabiat, meyli cemiyet. Cemiyet, tabiat hemisi özgürlük işideki dünyadır. Şu vaxtlı o dünya buludur. Bir yerde ağdırılmaydı, korkutalmaydı, korkmaydı, koruk gap. Koruk gap. Da korkuduğun, korkmaydı kallıqın tünügün köydük torbiyeti de aptuzlu ketip etip, men öyle işte kalmayman dep jığılgan 20 yaşlık cüngülük ballan tünügün köydük. Bu gapni koyup turaylı. Devam mundaq bu leksiyanın hürmetli vatandaş. Hazırkı dünyada her kandak yakkiçilik, bekinmeçilik, radikalizm, herkes akmaydı, her kandak papıza, kamal kılış, çeksiz besim işletiş, usulları herkes akmaydı. Her kandak üzüm bilgenini kılımen deyiş, akan qaragay birinci deyiş, her kandak zomagerlik, her kandak zoruvallık, buzek itiş hareketleri, her kandığı akmaydı. Üzünüzge tatbik kılay mı cüngülük efendi? Cunakay efendi, bu üzünüzün kılıkları bu Tibet'e kartılgan siyasınız. Uygur'a kartılgan siyasınız. Bastıroş, siz azı aktırvatsınız. Demek bu ekişme vakitlik kende. Vakitlik aktıralaysınız da üzünüzden gepege karganda. Azı siz bastırvatsınız, buzek kılıvatsınız. Tibet'in Uygur'unu şundak kılıvatsınız, da Hong Kong'unu şundak kılıvatsınız. Demek siz bugün muşu mentakı, muşu presi, muşu süpetlerini, muşu karakterini üzünüzden pişanızı çaplap durup dünyayı çıkıvatsızıyor, üzünüzdeki illetlerini mevhum bir objektka. Yak o çıkıysa gar dünyası çaplavatsız cüngülük efendi. Çünkü armiyası dünya tenşikini qoğdaydıgan müstahkem güçtür. Cungu armiyası tenşikini qozgaydı ala şehrini. 800 milyon Uygur'unu nazarband kıldı bu tenşikma. Tenşikini müşünde qozgamsız, müşünde qoğdamsız cüngülük efendi. Cunakay efendi. Eğer ulanın qoluda bir kural bolsaydı maqul tenşikini qoğdan. Ulan sizge bir ziyankeşlik kılgan bolsaydı maqul tenşikini qoğdan. Hiç kandak günahı yok. Günahsız bir milletni fakat etnik kurulmalık cinayeti. Etnik kurulmalık cinayeti degende onun şu mevcutluğu siz için cinayet bulup tüyülüp siz olanı bastırıvatsınız. Uygur'una bastırıvatsınız. Bu süpetlerini hem yüzünüzge tatbik kılın. Çünkü ebedi zomagar bulmaydı. Kengaymiçilik kılmaydı. Kengaymiçilik kılmaydı. Hazır dünyanın bütün caylarını berip oldunuz. Üzünüzce dollar bilen kengaymiçilik kılıştan başlap oldunuz. Enin keyninde azı Dicibot, Bicibot degeydi harbiye bazı kurdunuz. Azı oturasıydı harbiye bazı kuruş tereddüt kılıvatsız. Bu kengaymiçilik bulmayı neyme? Ebediye zomagar bulmaydı çünkü kim sizi zomagar bolsun depti. Kim sizi zomagarlık teklif kılıptı. Kim sizin zomagarlık ornunuzu bekitipti yaki körüstüp beripti. Kim sizde bu dünyaya zomagarlık kılın depti. Ebedi bulmaydı. Bu üzünüz kaynaş bu. Üzünüz huduk eleş bu. Cunakay efendi. Demek bir yerde sizin şundak niyetiniz var. Dünyayı zomagarlık kılış niyetiniz var. O bulmaydı, etmeydi diye inkar cümle bilen siz ameliyatlı zomagarlıkni, ebedi zomagarlıkni tasdiqlavatsınız Cunakay efendi. Biz devletin ilgilik hukuku bir xatarligi, teraqqiyat menfaat ziyankeşlik uçurganda qarab olturmaymiz.
Her qandaq kişi ve her qandaq köşdən vətənimizin müqəddəs ziminiga təcavüz qilishigə və vətənimizin müqəddəs ziminini bölüb parçalaş hergiz yol qoymaymiz. Agar bundaq ahval yüz berdikan Cungo xalqi çoqam qattiq zərb berdi. Demek bu yerda ziminingizni parçalash degan so'zni eg'izga olibsiz, ishlatibsiz. Ziminingizni parchalashgan bu yerda cho'qim birlik bo'ladi. Ziminingiz birlik kelgan ekan bu yer cho'qim parchalanish bo'ladi. Demak bu bir kategoriyalashgan hukm bu. Enada qochib qutulolmaysiz. Sizni birlik keltirish vaqtli. Belki sizni parçalash tabiat o'zi kuchi bilan parçalash bu abadiylik. Chunki siz majburiy birlik keltirilgan davlat. İçki Mongoliyani, Janubiy Mongoliyani qo'shib berib, Uyg'uristonni qo'shib berib, Manjuriyani qo'shib berib, hatta navbat Tayvansining deb qo'yib, mushundaq yo'llar bilan hammani qo'shib berib, bugungi Junxo Xalq Jamhuriyati degan davlatni majburiy holda, sun'iy holda birlik keltirgan shu vaqtda xalqaro jamiyat. Endi agar parchalanish yuzlangan bo'lsangiz, agar shundaq ehtimollikni sezgan bo'lsangiz, jo'naqay marhamat, parchalanishga yo'l qo'ying, bo'linishga yo'l qo'ying. Lekin bu Chayva Tayvancha Jungocha bo'linish emas. Tushundingizmi? Mavzudoncha jankayishcha bo'linish emas. Chunki buni bölgünçülük, bölünüş dese bo'ladi. Chunki ikkisi bir millat. Agar bölgünçülük, bölünüş Uyg'urni qortilgan bo'lsa, siz bilan hech qanday ilapatri yo'q Uyg'urning. Yoki Xitoy bilan Uyg'urning bölünüş, bölgünçülük degan munosabati yo'q, hech qanday munosabati yo'q. Faqat Uyg'ur tajovuz qilib besilingan xalqaro jamiyat, masalan Rossiya Stalin boshlab kirgan Jungo Xalq ozodlik armiyasini, yani şu atalmış Şinjan dünyaki müstemlik Uyguristan'da çekindiriş meselesi. Yani bu yol ne bu yolunu siz doğru düşünübilen. Ebedi zömeger bulmaydı. Parçalanışqa hergiz yol koymaymiz. Demek siz mecburi birlik keltirgen ekansiz, muqarrar parçalanadi. Siz birlik kelganda kuch ishlatgan ekansiz, xalqaro jamiyat parchalanishini ustida kuch ishlatadi, manimi shu. Yoki bu parchalanishni talab qilayotgan Hong Kong, Tibet, Uyg'ur cho'qim parchalanadi. To'sib qololmaysiz Jungolar apandi. Endi bu 19-kuni, 23-kuni so'zlangan leksiyaga, 23-kuni açılgan yığınның royu. Endi siz 19-kuni açılgan yığınның royu qarab turun. Bu yerda Reis Xi Jinping nima depti desiniz, bana mundaq depti. 70 yıl burunqi teyishlikni qo'g'dash. Ko'rdingizmi? Biz boshda ko'rib etdik. Tajovuzchi kim? Bu yerda teyishlikni qo'g'dayotgan shu vaqtda Amerikami 10-oyda urush qatnashgan yoki 6-oyda Chaushanga urush kirgan Jungo jinoyatchi hukumatimi? Kim? Siz qaysi teyishlikni qo'g'daysiz? Tajovuzchilik qarshi turish. Koreya kim tajovuz qildi? Jinriching shu vaqt tajovuz qilgandan boshqa, Jungo Piday askar chiqargandan boshqa kim tajovuz qildi? Bunun uchun Jungo Kompartiyasi ve onun hükümeti qat'iy niyat qilib Amerika qarishtirib Chaushanga yordam berib. Siz demek bugün Çavuşan urushini, Koreya urushini eg'izga elayotsiz. Bu yerda bir cümleni ishiltayotsiz. Amerika qarishtirib Chaushanga yordam berish. Ayni chaqda mavzuning o'ttirib qo'ygan shu bormi? Bugun siz yani shuni ta'kidlaydigan bo'lsangiz, hozirgi vaziyatda vaziyat shuni ko'taralamda, hozirgi vaziyat qabul qilalamda Jungolar apandi. Buni mi o'ylash qo'ying? Hozirgi vaziyat shunda shuaringizni qabul qilalam, buni mi o'ylash qo'ying? Urushdan g'albisi qo'lga keltirib, bu yerda g'alba degan so'zdan oldiga bir axloq degan so'zni qo'yaylik. Shu vaqtida g'alba ma'noga ega bo'ladi. Agar axloqni qo'ymasangiz, g'alba u yakki g'alba bo'lib qoladi. Qaysi g'alba? Siz kimga qarshi turdingiz? Qaysi g'albini qo'lga keltirdingiz? Siz shundaq aytsizki, biz Chaushon urushida dedingiz, g'alba qildik dedingiz. Kim Jong Unning bobisi Jinriching 6 ayının 25. günü 1952 yılı
Seulga Janubiy Koreyaga hujum qildi 38 paralleldan o'tib 3 yil davomlashgandan keyin bu urush 53-7 oyda oxirlashdi. Siz 38 parallelga chekindingiz. Amerika armiyasi va uning birlashma armiyasi sizni chekindirdi. Nimani g'alaba qildingiz? 38 paralleldan chiqdingiz, chekinganda 38 parallelga chekindingiz. Nima g'alaba qildingiz? Masalan, Mao Zedong madaniyat inqilobini qo'zg'aganda bir shuarni o'tirib qo'yganda da Liu Dongtao, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, Tao Zhuo 3 odamni yo'qotaylik deb shuar tovlagan edi. 10 yil o'tgandan keyin bu Jungo Kompartiyasiga buning ichidagi Deng Xiaoping sekretar bo'ldi. Davlatga buning ichidagi Deng Xiaoping rais bo'ldi. Qana g'alaba? 10 yillik madaniyat inqilob nima g'alaba qildi degandek, shu vaqtda Mao Zedong qandoq mag'lub bo'lgan bo'lsa, Koreya urushida Mao Zedong shunday g'alaba bo'ldi. Masalan, chiqim bilan talafotni silishtirang, Jungolik apandi Jungdanxay. Siz balki shuning qartib g'alaba qildi deyotgan bo'lishingiz mumkin. Jungoning strategiyasida bir qatimda 180 ming kishi deyildi. Ikkinchi qatimda 190 ming deyildi. Oxirida 197 ming, ya'ni 200 ming fidoi qism bu urushda halok bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasidan 56 ming kishi qurbon bo'ldi. Selektirib beqinga. Talafot va chiqim bilan hisoblasangizmi, sizdan 200 ming kishi fidoi qism qo'shinlar halok bo'ldi. Amerikaning 56 ming. Endi nimaga qartib g'alaba deysiz, Jungdanxay apandi? Jonghua Xalq Jamhuriyati Koreya urushida g'alaba qildik. Chavshan urushida g'alaba qildik deysiz, nimaga deydi? Bu yana nima deydi? Adolatning g'alabasi. Kechiring apandilar, Jungdanxay. Adolatni bilamsizlar, adolatni tushunamsizlar. Adolat degan hukm Xitoycha nima deydi? Jingyigan deydi, jingyi deydi. Xatba. Xat yeziladi, uning tarjimasi adolat bo'ladi, lekin sizning jamiyatingizda adolat degan so'z bormi, Jungdanxay? Jungo jamiyatida adolat degan so'z bormi? Odamgarchilik degan so'z bormi? Insonchilik degan so'z bormi? Bu narsani takrorlash u yoqda uzun eg'izga elishga ruxsat qildingmi, Jungdanxay? 70 yildan bir yoq. Seningda bor narsa sinfiy kurash bilan partiyaviylikda sinfiy kurashni insonchilik bilan insonparvarlikka qarama-qarshi qo'ygan Jungo Kompartiyasi. Jungo davlati. Bu urush yaratgan ulug' ruh nima ruh? Koreya urushida yaralgan ruh, ulug' ruh zoti nima ruh? Amerika qarıştırıp Chavshanga yordam berish. Mana bu gap bugungi vaziyatda Amerika Jungo munosabati mushu darajaga kelganda mushundaq bir gapni ko'tarib chiqishdan o'zi bir gap. Biz shu savolni qo'yib Nemishqa shuni qaror qilib qoldingiz? Nemishqa Amerika jahongirligi demoqchi bo'ldingiz? Nemishqa Amerika qarıştırıp Chavshanga yordam berish urushni xotirlamoqchi bo'ldingiz? Buni bugungi kunda bir odatdagi guruh bilan, ya partiya guruh bilan, yoki ittifoq a'zosi degandek, yoki muhokama elib borg'uvchilar xotirlab qo'ysin bo'ladigan ish. Buni Nemishqa 7 davlatdan, nima? 7 chang'i, 7 doimiy hay'at, uning Wang Chishan raisi qo'shganda 8 Jonghua Xalq Jamhuriyatining 8 buyuk rahbari, 8 kuchli rahbari yoki davlatning yadrosida, markazlik o'rinda yadrosida turayotgan mushiyat rahbarini chiqib bu yig'inni xotirligingizdan qaraganda Jungo Kompartiyasi sizda yaxshi niyat yo'q. Siz tavakkalchilik qilishga taraddud qilyapsiz. Yoki Janubiy dengizda va o'zingiz hukmronlik qilayotgan rayonning qaysi bir yerda urush etishga tavakkalchilik qilyapsiz. Shu niyatda urinyapsiz, shu qiyos kelyapsiz. Dunyo qabul qilinmaydi. Jungo Kompartiyasi azishkinchilikcha oxirlashgani shuni aytib qo'yayki, Jungo Kompartiyasi Rossiya sobiq Sovetlar 15 davlatga parchalandi. Yadro qurollari, atom qurollari hammasi iskilatda qoldi. Siz bu yerda aytibsiz, hozir urushni bizning beshimizga tangdi. Jungo Chavshan urushi maydoniga yetib keldi Amerika jahongirligi debsiz. Ey Jungolik apandi. İnsanda nomus tugaganda bu inson har qanday gapni qiladi, har qanday ishni qiladi.
Sizni men hozirgi uchun numus bor yoki yo'q ekanligini qayd qilammi demay, Jungo xalqi. Hatto sobiq sovetlar Jungoga atom urushi qo'zg'ayman degan seni qo'g'dab qolgan, seni saqlab qolgan, seni qutqizib qolgan davlatmi shu Amerikaga. Bugun yana qaysi yuzing, qaysi og'zing bilan Amerika urushda Jungo Chavshan chegarasiga elib keldi. Jungo hukumatini yangi Jungoni qisos bilan yoki beshigida bo'g'ib tashlamoqchi bo'ldi degan so'zlarni ishiltibsan. 19-kuni ochilgan xotira marosimida va 23-kuni ochilgan xalq vakillar qurultayida xotira marosimida sen mushularni ishiltibsan, ey Jungolik apandi. Rossiya sobiq sovetlar sana atom urushi qo'zg'ab ada-juda qilib etmoqchi bo'lganda seni qo'zg'ab qolgan. Shu vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Nixon hukumati bor. Nixon hukumati seni qo'g'dab qoldi. Seni qo'g'dab qilish bilan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'uriston Xalq inqilobi partiyasining 70 ming kishisining 70 ming a'zosining qo'lga ilinishi o'tirg'i chiqdi. Seni qo'g'dab qilish bilan sen Sharqiy Turkistonda yoki shu vaqtdagi atalishida Amniyatlik Uyg'uristonda 70 ming kishi qo'lga ilindi. Sen qo'lga olding, mushu fursatga erishding. Hozir seni qo'g'dab qolgan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati sening qalamingda, sening so'zingda jahongir davlat bo'ldi. Chavshanga tajovuz qilgan davlat bo'ldi. Adolatni dafsanda qilgan davlat bo'ldi sening nazaringda. Sen bo'lsang adolatni qo'zg'agan bo'lding. Ey, Jungnan Xay, Jung bo'liq. Adolatning nima ekanligini bilamsan?